Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında olsun. Sprint Tour'un 4. yundaki maqalasida qayd qilinishicha, Xitoy o'zining atalmış tacizman virusdan hech kim yuqumlanmaslik siyosati sababli ijtimoiy davolg'ishga va iqtisodiy aslashga duch kelmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralarining haddidan ziyoda qattiq qamali sababli yemaklik va davolash ashyolariga erishamay bir necha haftalab uyga qapsilib qolgan aholilar bilan hukumat orasida to'qinish ko'rilgan. Hatto yaqinda qattiq qamal qilingan Shanxay shahrida kishilarning orqa-orqadan binodan sakrab o'lib-o'layotganligi to'g'risidagi videolar to'rlarda keng tarqalgan edi. Buningdan sirt bu xil qattiq qamal sababli Xitoy iqtisodining eshishining surati 1990-yillarning beshidagi eng tuvan saviyaga tushadiganligi mo'ljallangan. Ya'ni shundaqla garchi ba'zi tahlilchilar yaqinqi mezgillardagi xalqaro taratqularning xabarlari Xi Jinping bilan Xitoy bosh ministri Li Keqiang o'rtasidagi ziddiyatning kun sari kuchayotganligidan darak berdi deb qarashgan bo'lsa-mu, Mercator Xitoy tadqiqot yurtining bosh tahlilchisi Nis Krombergga o'xshash boshqa tahlilchilar navbatdagi qalayimqonchiliklarning Xitoy markaziy hokimiyat apparatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydiganligini, balki bo'lsa yerlik amaldorlarning vazifasi deb tashlanishi bilan natijalanganligini bildirmoqda. Erkin Yevropa Radio Store'ning 8-yundagi xabariga ko'ra, Xitoy tashqi ministri Wang Yining Qozog'iston ziyarati davomida bir qancha namoyishchi Qozog'iston poytaxti Nur-Sultondagi Xitoy bosh elchixonasining sirtiga yig'ilib, Sharq Turkistonda qonunsiz tutib turilayotgan tuqqanlarning qo'yib berilishini talab qilgan. Namoyishchilardan Baybolat Kunbolati o'zlarining muddaosi haqida biz 2016-yildan boshlab tuqqanlarimizdan qo'yib berilishini talab qilib kelyapmiz. Bugun ikki davlatning tashqi ministrlari ko'rishganda biz yaqinlarimizdan qo'yib berilish uchun kuch chiqarishni xohlaydiganligimizni ularga bildirib qo'ymoqchi edik. Xitoy elchixonasidan hech kim namoyishchilar bilan ko'rishga chiqmagan bo'lsa-mu, lekin bir Xitoy xizmatchi elchixona binosining eshik oldida namoyishchilarni videoga va suratga tortgan. Amerika Vazirligining 9-yundagi xabariga ko'ra, ma'lum bir yuqori darajalik Amerika amaldorining bildirishicha, Xitoy bilan bo'lgan geopolitik raqobat kuchayotgan ushbu mezgilda Amerika Davlat mahkamasi Pat yaqinida Maldivada tunji elchixonasini ochmoqchi ekan. Va Amerika prezidenti Jo Bayden uzunga qolmay Maldivaga boradigan tunji Amerika elchisining ismini e'lon qildi ekan. Eginicha Maldiva taqim orollarining yer ko'lami orollar 300 kvadrat kilometr keladigan bo'lsa-mu, ammo bu orollar yer shari transport liniyasi bilan kiralishib ketgan 90 ming kvadrat kilometrlik dengiz okeanga so'zilgan ekan. Bu vaqtda Amerikaning Janubiy va O'rta Osiyo ishtirok mas'ul davlat sekretari yordamchisi Donald Lu shunday degan. Bu shu qadar muhim joyki dunyodagi umumiy tijorat mollarining 40%, energiya mahsulotlarining 60% mush yerdan o'tadi. Agar bu orol zanjiri mayli harbiy yoki boshqa jihatlarda Xitoyning changiga tushib ketsa, bu bizning emas, balki sheriklarimizning manfaatimizni yangi uchirdi. Shunga biz mumkin qadar tez suratda bu yerda o'z mavjudligimizni barpo qilmoqchi. Erkin Yevropa Radio Store'ning 9-yundagi xabariga ko'ra, Yevropa parlamenti 9-yun mutlaq ko'p ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi qabih jinoyatlarini insoniyatga qarshi jinoyatga barobar, shundaqla og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi shakllantirdi degan. Mazkur qarorda Yevropa Ittifoqi va uning a'zo davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasiga asosan zarur tadbir qo'llanib, bu jinoiy zo'ravonlikni oyoqlashtirishga chaqirilgan. Shundaqla mazkur qarorda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning bu qitimliq Sharq Turkiston ziyoratida Xitoy doiralarining javobgarligini surishtirmaganligini ayblagan. Garchi bu qaror Yevropa Ittifoqining bugungacha Xitoyga qarshi eng kuchli maydoniga vakillik qismi, lekin son-sanoqsiz politik paketlarning mavjudligiga. Jumladan mazkur qarorda Xitoy doiralarining Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilayotganligi degandek paketlarning tilga ilinganligiga qaramasdan, bu qarorda Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan jinoyatlari yanada irqiy qirg'inchilik deb atalmagan bo'lib, bu nuqta kishini qattiq o'kindirmay qolmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organ to'rining 10-yundagi xabarida ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 13-yundagi 50-qitimliq umumiy yig'ini ochilishi oldi turayotgan paytda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning yaqindagi Xitoy ziyoratida Xitoy rahbarlari bilan o'tkazgan suhbatlarining yaqindagi kishilik huquq ahvolini baholash uchun umumyuzlik tekshirish olib berishning ta'xirsizligini yo'q qilib etmaydiganligini ta'kidlagan. Ular bayonotida Xitoy hukumati cho'qim muayyan va sistemalik kishilik huquq tafsirchiliklarni tugatish kerak degan. Hamda Xitoy doiralarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq sistemasi bilan umumyuzlik va ochiq yo'riq hamkorlashgan degan. Garchi bu mutaxassislar Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq tafsirchiliklarni tilga olgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning ko'lami va salmoqi. Jumladan texi yaqinda oshkorlangan Sharq Turkiston soqchi hujjatlari shundaqla Yevropa parlamentining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik aloqador qarorini tilga olmagan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.